O'tgan hafta ham olib chiqdingiz. Qimmat aytdingiz, shuning uchun sotilmadi. 4000 ga beramizmi? Qimmat aytasizki foydasi yo'q. 5000 deng bo'lmasa yo 6000 deng, yo 10000 dollar deng. Sotilmasa nima foydasi bor? 4000 ga beramizmi? Gaplashamiz akam. Gaplashyapsiz aka. Yo savdosi bormi 4000? Qancha yurgan edi bu mashina? 100 ming yurgan debdilar. Mana bu salonlarning holati 3-pozitsiya. Ush. Mana bu orqalarning holati. Salonchasi yomon emas. Pioner kolonkalar qo'yilgan, stopchalari juda ham yaxshi holatda. 4 ta yangi balon diskachalar qo'yilgan. Kraskasi qayerda bu? Kapot bilan kiradi. Kapot kirlo, motor hadoylarda nima kamchiligi bu? Hech nima kamchilik. Aniqmi? 100%. Aldamayapsizmi? Yo'q. 4000 bo'lishi. Yaxshi insonsa biroma o'tamizmi yana bir? Yo bu axiri. Yana bir 1000-2000 dollar o'tamizmi yaxshi insonsa? Bepul aka. Böyle 4000 savdosi bor, bir erim uchun biroma o'tasizmi yana yaxshi insonsa? Nasib. Yili nechi dedingiz? 13. 2013. Bo'ldi, kamchiligi yo'q, to'g'rimi? Yo'q.